Salom. Ushbu videoda biz sizga ADS Consultancy platformasida kompaniyangizga asset qanday qo'shishni ko'rsatamiz. Avval mening hisobim bo'limiga o'ting. Ekranning chap tomonida joylashgan aktivlar bo'limiga bosing. So'ng yangi asset qo'shmoqchi bo'lgan kompaniyangizni tanlang. Asset qo'shish uchun aktiv qo'shish tugmasini bosing. Saqlashdan oldin quyidagi maydonlarni to'ldirganingizga ishonch hosil qiling. Asosiy vositalar: aktiv nomi, narx, xaridlar sanasi, mas'uliyatli. Bu ma'lumotlar assetlarni to'g'ri kuzatish va accounting uchun zarur hisoblanadi. Barcha ma'lumotlar to'ldirilgach, saqlash tugmasini bosing. Bo'ldi. Yangi asset muvaffaqiyatli qo'shildi. Asset qo'shilgandan so'ng tizim avtomatik ravishda quyidagilarni ko'rsatadi. Tanlangan period oxiridagi depreciation summasini va capital allowance sifatida qayd etilishi kerak bo'lgan summani. Siz istalgan vaqtda periodni qo'lda tanlashingiz va o'zgartirishingiz mumkin. Ko'rganingiz uchun rahmat.